ayol quyoni eng zo'ri, erkak quyoni eng zo'ri. Shuni ishlatasiz. 9 ta tug'gan bolasidan, например, 7 ta, maksimum 8 tasi zo'r chiqadi. Bitta ichidan agar strakach bo'lsa agar, rementda hollarida bitta ikkita nuqsonchalari bo'lib qoladi. Lekin bitta narsa, bu burrak degani emas. Buni samka ham, samiz ham, ya'ni erkak va urg'ochi, erkak va ayol quyon ideal, zo'r, qoni toza, gnezdo necha yillardan beri to'g'ri saqlanib kelinayotgan, to'g'ri boqib parvarish qilinayotgan, buzilmagan qon bo'lsa, ishonchingiz komil bo'lsa, o'sha holi bo'yalganmi, holi chaplanganmi, birodar sotmang. O'zingizga olib qoling. Pismirini berib o'rgandan ko'ra, shuni o'zingizga olib qoling. Uni katta qiling. Ma'lum bir vaqtlar o'zingiz parvarish qiling. O'zingiz ideal deb bilgan bitta samiz, ya'ni erkak quyonga qo'shib, agarda u ayol quyon bo'lsa, erkak quyonga shuni qo'shib bitta bola olib ko'ringchi, qanday chiqadi? 90% ishonchim komil, zo'r bola beradi. Buni yana aytaman, yana aytaman, bu hammasi tajriba, praktika. Shuni osmondan olib gapiradigan qilig'imiz yo'q. Bir xil negativlar bor, bir xil polyotda uchib yuradigan akalarimiz bor. Kallalariga shunaqa ideya keladi, u men qo'yil qolaman-da, to'g'risi u daftarni olib aka yozib o'rganlarim kelib ketadi-da, ilhomlarim kelib ketadi. Shularni borligiga ham shukr deb qo'yaman arzon. Bo'lmasa bunaqa ideya menda qayerdan keladi? Shu akalardan keladi menga. Bo'lmasa men o'tirardim, o'tirardim. Hali ham shu akalarimiz bor ekan. Aytyaptilar, bitta akamiz, o'zimizning akamiz, Radnoy akamiz, Pashti Sirkach haqida bitta video chaqildilar. Zo'r samiz, mana shuncha bitta zo'r erkak quyon, bitta shu ayol quyon olasiz, boqasiz, mana shuncha foyda qilasiz, to'g'ri. Misol uchun faktlar asosida aytilgan ma'lumotlarni aytyaptilar. Negativ chiqyapti. Erkak quyon zo'r bo'lsa ham, ayol quyon zo'r bo'lsa ham ichida bitta burragi chiqadi. Bu mijozlaringizni ko'zida burrak, lekin siz erkakni ham, ayolni ham zo'rligini siz bilasiz, qoni zo'rligini ham o'zingiz bilasiz-ku. Undan burrak chiqmaydi. O'sha Alloh subhanahu va taolo chevar zot, har kimga rangini har xil beradi. Bitta o'shanga misol uchun saligina bir joyda sal boshqacharoq qilib berib qo'yibdi. Uni shuni olib qoling, o'sha birodar. Uni olib qoling, katta qiling, bitta boqib undan bola oling qani. O'sha burragini shuni olib qoling o'zingizga. Sotmang. Mijozlaringiz uchun u burragidir. Lekin siz bilasiz, u qoni toza, normalniy. Otasiga ham, onasiga ham siz ishonasiz. Unda muammo yo'q. Siz ideal, zo'r, samka samiz olgansiz, gnezdoga 100% javob. O'shani bitta ko'raylik, qani, bu yoqda nima gap? Chotki. O'shani katta qilib bitta bolalarni olib boqib ko'ring qani, keyin nima deysiz? Bular hammasi tajriba va fakt, aniq ma'lumotlar. Nima deymiz? Salomat bo'lasizlar.